Qora dengiz, Azov dengizi va Kaspiy dengizi ilgari bitta katta dengiz bo'lganini bilarmidingiz? Obuna bo'ling, tushuntiraman. Bu dengiz Sarmat dengizi deb atalgan va taxminan 14 million yil avval mavjud bo'lgan. U Qora, Azov va Kaspiy dengizlarini o'z ichiga olgan va ikkita katta orol, Kavkaz hamda Qrimni ham o'zida mujassam etgan. Sarmat dengizi yopiq suv havzasi bo'lib, unga kirgan daryolar tufayli vaqt o'tishi bilan uning suvi chuchuklashgan. Ammo taxminan 10 million yil avval dengiz yana butun jahon okeani bilan bog'langan va bu davrda u Moets dengizi nomi bilan atalgan. Taxminan 6 million yil avval Kavkaz tog'larining ko'tarilishi va dengiz sathining pasayishi natijasida dengiz Paratetis dengiziga aylangan va bo'linib ketgan. 4 million yil avval esa okean sathining ko'tarilishi bilan suv havzalari Akchegul dengiziga qo'shilgan va keyinchalik Absheron dengiziga aylangan. Bu dengiz Qora, Azov, Kaspiy dengizlari hamda o'zimizning Orol dengizimizni o'z ichiga olgan. Million yillar davomida bu suv havzalari bizga tanish hozirgi shaklni oldi. Hammasi bizga tanish ko'rinishda. Faqat afsuski Orol qurishini hisobga olmaganda. U haqida alohida gaplashamiz. Video foydali bo'lgani uchun Nerd Show YouTube kanalidan o'zbek tiliga tarjima qilindi.